Do'stlar, 1 million so'm oxirgi marra. Qani ko'tarildi axir. Ko'tarildi axir. Qani Tayson polvon mahkam, Baxtiyor polvon mahkam bu. Sheralaga uzoqtirib, Sheralaga qani mahkam. Qani mahkam bu oxirgi marra so'limlar axir. Qani Tayson polvon mahkam bu. Zaynishi birning brasleti bilan ko'tarildi axir. Qani Tayson polvon mahkam bu, Baxtiyor polvon mahkam bu. Zaynishi bir yildir Elbek xo'jagirimizning brasleti bilan keldi oxirgi marra Nexia avtomobili. Qani mahkam Tayson mahkam bu. Baxtiyor polvon mahkam bu. Kelding oxir. Aman bo'lsin, sog' bo'lsin, xush ko'rdik. Aman bo'linglar. Bugungi to'yimizning qahramoni Tayson polvon Nurgut. Zayninaga qirolib Zaynishi birning mashhur brasleti bilan qarsaylar. Tayson polvon, Baxtiyor polvon aman bo'lsin. Otangni Solimbegiga bo'lmadi Tayson. Ana bugungi to'yimizning qahramoni Tayson polvon Nurgut mashg'ulot vos. Zayninaga qirolib Zaynishi birning braslet nomlariga nasib qildi. Duo qiling ilohim, elda yurtda to'ylar bardavom bo'lsin. To'y qilgan eshon bolamiz Alloh shuni rivojini bersin. To'y bolalar sher yigit bo'lsin. Har yigitga shunday to'ylar nasib etsin. Amin. Allohu akbar. Xush ko'rdik, omon bo'linglar. Bugungi to'yimizning qahramoni Tayson polvon. Urgut katta tadbirkor Jonboy sement zavod rahbari. Urgut Shibir zavod rahbari. Katta tadbirkor mashg'ulot vos. Zaydinaga qilib Zaynishi birning braslet nomli mashg'ulotlari bilan Tayson polvon